هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 59. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 59. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar camiasi, fakat bizning Allohga, bizga nazil qilingan kitobga, yani Qur'onga, buningdan ilgari payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz uchun va sizlarning ko'pchiliginglar fosiq bo'lganliginglar uchun bizni ayblamsizlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, sizlarga Allohning nazaridagi buningdanmi yomon jazoni aytib beraymi? U shundoq kishilarning jazosiki, Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi va ularga g'azab qildi. Alloh ularning bir qismini maymun va cho'chqa qildi. Bir qismini shaytonga ibodat qildigan qildi. Ayni shularning o'rni eng yomondir, ya'ni dovzaxdir. Ular to'g'ri yo'ldan eng adashqandir. Yahudilarning munofiqlari yeninglarga kelgan chaqda biz iymon etdik deydi. Vaholanki ular ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yeningga kufr bilan kirib, kufr bilan chiqib ketdi. Yani senden anlagan ilimden faydalanmadı. Allah ularning yoshirgan narsasini, yani nifaqini ve küfrünü obdan bildi. Ular, yani Yahudilarning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm selishga ve haram yeyishga oldiraydiganligini ko'rsan. Ularning qilmishlari nima degan yomon. Ularning zahidlari, ahbarlari nimishqa ularni yolg'on so'zlashdan, harom yeyishdan to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon. Mu'minlarning Allohga iymon keltirganligi uchun ahli kitoblarning mu'minlarni o'ch ko'rdiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatning 5-ida ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlarni dininglarni masxara va o'yin qilib olgan ahli kitoblarga aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar jamiyasi, faqat bizning Allohga, bizga nozil qilingan kitobga, buningdan ilgarigi nozil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz uchun va sizlarning ko'pchiliginglar fosiq bo'lganliginglar uchun bizni ayblamsizlar. Ya'ni sizlarning bizni ayblaydigan buningdan boshqa bir narsanglar bormi? Bu bir ayib emas. Buningdan boshqa ayblaydigan boshqa bir narsanglar yo'q. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular mu'minlarni faqat g'olib, medhiyaga loyiq Alloh taologa iymon etganliklari uchunlar yomon ko'rdi. Ularning payg'ambar alayhisalomning yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarlarining ularni o'z fazlidan boy qilganliklari uchundir. İmam Buxoriy ve Müslim rivayet qilgan bir hadisda mundaq bayon qilingan. İbn Jamilning zakat berishini yomon ko'rishi, u aslida faqir bo'lib, uni Alloh taolo boy qilgan sababi bilan bo'lgandir. Sizlarning ko'pchiliginglar fosiq bo'lganliginglar uchun degan oyat bizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, buningdan ilgari payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz
degan oyatga bog'lanishliqdir. Ma'nisi sizlarning ko'pchilikinglarning fosiq ekanliginglarga ishonganligimiz uchun bizni yomon ko'rsizlar. Ahli kitobning qiyomat kunida eng yomon azobga loyiq bo'lganlik to'g'risida. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, sizlarga Allohning nazaridagi buningdanmi yomon jazoni aytib beraymi? Ya'ni sizlarga qiyomat kunida Alloh taolaning dargohidagi sizlar o'ylagandanmi yomonroq jazoni aytib beraymi? Shu jazoga uchraydigan kishilar tuvandagi sifatlar bilan sifatlangan kishilardirsizlar. O sifatlar tuvandagi oyatlarda sifatlangandir. Allah ularni rahmatidan yiroq qildi. Ya'ni Alloh taolo ularni o'z rahmatidan qo'g'ladi. Ular g'azab qildi. Ya'ni keyin kechirib o'tmaydigan darajada qattiq g'azab qilinganlar Allah ularning bir qismini maymun va cho'shqa qildi. Bu yuqorida Sura Baqarada bayon qilingandek, buningdan keyin Sura A'rofdami uning izohati keldi. Sufyan Savri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomdan maymunlar va cho'shqalar haqida bular Alloh taolo suratini o'zgartib o'tgan insonlarmi deb so'ralganda, Payg'ambar alayhisalom mundaq deb javob bergan: Alloh taolo bir qavmni halok qilib etsa yoki inson suratidan o'zgartib etsa, ulardan nasl qoldirmadi. Vaholanki hozirgi maymun va cho'shqalar burunli bor edi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bir qismini shaytonga ibodat qildi. Ya'ni ulardan tağutga xizmat qiladigan malay va xizmatchilarni qilgan. Buning ma'nosi mundaqdir: bizning yolg'iz bir Alloh taolo ibodat qilishdek pok dinimizga ta'na qiladigan ey ahli kitoblar, qandoqmi sizlardan bundaq ishlar sodir bo'ldi? Halbuki sizlardan shu jinoyatlarning hammasi tepiladigan tursa, shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ani shularning uni eng yomondir. Ani shularning o'rni eng yomondir. Ya'ni do'zaxdir. Ya'ni bizni yomon deb o'ylagandimi, sizlar bekroq yomondirsizlar. Ular to'g'ri yo'ldan eng adashqandir. Sizlarga tegishli bo'lgan shu o'rin sizlar bizga o'ylagan yomon o'rindir. İmanni oshkorlab kufrlikni ko'nglida saqlash munofiqlarning odatlaridan ekanlik to'g'risida. Yahudiylarning munofiqlari yeninglarga kelgan chaqda biz iymon etdik deydi. Vaholanki ular Muhammad sallallohu alayhi vasallam yeningga kufri bilan kirib, kufri bilan chiqib ketdi. Ya'ni sendan anglagan ilmdan foydalanmadi. Ya'ni bu sifat bo'lsa, ularning ichidagi munofiqlarning sifatlari bo'lib, ular kufrlikni qalblarida saqlab, tashqi ko'rinishda mu'minlarga saxta muomala qildi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ular ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam yeningga kufri bilan kirib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam yeningga kufri bilan kirib, ey Muhammad, ular sening qishingga kufrni ko'tirib kirdi. Lekin senden anglagan ilim ve nasihatlar ularga kar qilmagan holatda yanada ko'ngillarida kufr bilan chiqib ketdi. Allah ularning yoshirgan narsasini, ya'ni nifoqini va kufrni obdan bildi. Ya'ni ular ko'nglidagi kufrlikni yoshirgan saxtalik qilib, insonlarga boshqa bir narsani ko'rsatgani bilan Allah Teala ularning ko'ngildikini ve sırlarını bilgichidir.
Chunki oshkora va yoshirin narsani bilguchi bo'lgan Alloh hammani ashu insonlardan obdaroq bilguchidir. Ular, ya'ni yahudiylarning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm selishga va harom yeyishga oldiraydiganligini ko'rsan. Ya'ni ular gunoh ishlarga, harom qilingan narsalarga, kishilarga ziyonkashlik qilishga va boshqalarning mol-mulkini yeyilish qatorliq cheklangan ishlarni qilishga oldiraydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ya'ni ularning ziyonkashligi nima degan yomon? Yahudiylarning diniy olimlarining yomon ishlarni to'smaganligini ayiblash to'g'risida. Ularning zohidlari, ahborlari nimishqa ularni yolg'on so'zlashdan, harom yeyishdan to'smaydi? Ya'ni Alloh taolaga taqvodorlik qiladigan kishilar, olimlar ularni mundaq gunoh ishlarni qilishdan to'ssa bo'lmasmidi? Ularning qilmishlari nima degan yomon? Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaga taqvodorlik qildiganlarning va olimlarning kishilarni gunohdan to'smaganliklari nima degan yomon? Ibn Jarir ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'oni Karimda mushu oyatdagi kayishdanmi bakrak kaygan oyat yo'qdir. İbn Abu Hatem Yahya ibn Ya'murning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ali ibn Abu Talib xutba o'qib Alloh taolaga hamd sana aytgandan keyin mundaq dedi: Ey xaloyiq, sizlardan ilgirki kishilar gunoh qilganda ularning ichidagi taqvodorlar va olimlar ularni to'smag'achqa, ular gunohni texmi ko'p qilavergan. Oxiri ular Alloh taolaning jazosiga uchrab halok bo'lgan edi. Sizlarga ularga kelgan halokatning kelib qolmasligi uchun yaxshilikqa buyuringlar, yomonlikdan to'singlar. Bilib qo'yinglarki, yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sish rizqni uzib qo'ymaydi, ajalni yaqinlashtirmaydi. Imom Ahmad Jarirdan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qaysi bir millatda gunoh ishlarni qiladigan kishilar bo'lsa, u millat u gunoh qilguvchilarni to'sashga imkoniyati bor turib, ularni to'smasa, Alloh taolo ularni shu sababdan biror baloy ofat bilan jazolaydi. Imom Ahmad Jarirdan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qaysi bir millatda gunoh ishlarni qiladigan kishilar bo'lsa, u millat u gunoh qilguvchilarni to'sashga imkoniyati bor turib, ularni to'smasa, Alloh taolo ularni shu sababdan biror baloy ofat bilan jazolaydi. İmam Abu Davud mu İbn Jarirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini angladim. Qaysi bir kishi, qaysi bir millatning ichida gunoh ishlarni qiladi ekan, shu millat uni o'zgartirishga qodir turib o'zgartmasa, shu millat kishilarga o'lim kelishdan burun Alloh taolo cho'qim ularni biror baloy ofat bilan jazolaydi. Buni İmam İbn Majah mu rivoyat qilgan. Ya Allah. Yahudilar Allohning qo'li bog'liqdir, ya'ni Alloh bexildir yoki faqirdir dedi. Yahudilarning qo'llari bog'lansin. Ular bu so'zlari sababli Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Amalda Allohning ikki qo'li ochiqdir. Qanday xolisa shunday rizq beradi. Rabbing tarafidan sana nozil qilingan Qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrni oshirdi. Ya'ni ularning sana dushmanligini va Qur'onni inkor qilishini ziyoda qiladi. Biz ularning orasiga qiyomatgacha davomlashadigan o'chmanlik va dushmanlikni soldik. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Alloh uni o'chirdi. Ular yer yuzida islomga suiqasd qilish va musulmonlarning orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yurdi.
Allah buzg'unchilik qilg'uvchilarni yoqtirmaydi. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohga va uning payg'ambarlariga haqiqiy iymon etsa va Allah cheklagan ishlardan parhez qilsa edi, ularning gunohlarini biz cho'qim kechirib o'tdik. Ularni cho'qim nozu ne'matlik jannatga kirgizatdik. Agar ular Tavratga, Injilga va Rabbi tarafidan ularni nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustunlaridan va oyoqlari ostidan yer edi. Ya'ni ular osmon zamindan keng rizq beriladi. Ulardan bir jamoa, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qilguvchilar. Yahudilarning Alloh taolaning qo'li bog'liqlik degan so'z to'g'risida. Alloh taolo Yahudilarning Allohga qiyomat kunigacha Alloh taolaning la'nati bo'lsin. Alloh taolani bexil va faqir o'zlarini bo'lsa boy deb sifatlaganligidan Alloh taolani bexil demakchi bo'lganligini va Alloh taolaning qo'li bog'liqlik degan so'z bilan ifodalaganligidan xabar berdi. Alloh taolo ularning bad nomlaridan pokdir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning Yahudilar Allah'ның qo'li bog'liqlikdir, ya'ni Allah bexildir yoki faqirdir dedi. Degan oyatida Yahudilar Alloh taolaning qo'li bog'liqlik demakchi emas, balki Alloh taolo o'zidagi narsani ching tutib oladigan bexil demakchi. Alloh taolo ularning bu so'zlaridan pokdir va ustundir. Mujahid, Ikrima, Qatada, Suddi va Zahhak qatorliqlardan shundaq rivoyat qilingan. Zahhak Alloh taolaning qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagan, ya'ni bexillik qilmagan, qo'lingni to'limi ichibmi etmagan, ya'ni isrof qilmagan. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga pushaymonga qolsan degan oyatini o'qib, ya'ni Alloh taolo bexillikdan va badxajlikdan to'saydi. Bexillikni qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagan deb ifodalagan. La'nat takkur Yahudilarmu mushu so'zni ishiltib, buningdan bexillik deganni ko'z tutgandir. Ikrima, Yahudilar Allohning qo'li bog'liqlikdir, ya'ni Alloh bexildir yoki faqirdir dedi degan oyat Funhas Alloh taolo uningga la'nat qilsin. Funhas ismlik bir Yahudi haqida tushgan edi. Yuqoridagi Alloh bo'lsa haqiqatan faqir, biz bo'lsak boy deguchining ashu Yahudi ekanligi, u shundaq deganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning uni urganligi to'g'risida yuqorida bayon qilingan. Ularning o'ydirib tepib olgan yolg'on yovdaq so'zlarga Alloh taolo raddiya berib mundaq deydi. Yahudilarning qo'llari bog'lansin. Ular bu so'zlari sababli Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Ya'ni to'q chiqib degan so'zlari tufaylidan qo'llari bog'lanib la'nat qilindi. Darvaqa ular shundaq bo'lgan, chunki ulardagi bexillik, pixsiqlik, hasadxo'rlik, qo'rqinchoqlik va xorlik intayin ig'ir bo'lgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: yoki ularning podshohlikdan nasibisi bormi? Hech qanday nasibisi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Allah öz fazlidan kishilarga bergan narsiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Alloh taolaning qo'li ochiq, sehi ekanligi to'g'risida.
Əməldə Allah'ın iki qolu oçuqdur. Qandaq xalisa şundaq rızıq beridi. Yani Allah Teala mərhəməti kən bolğan inam qılğıcı, hər qandaq nərsinin xəzinələri ilkide bolğucudur. O şundaq zatdır ki, məxluqatlardakı hər bir ni'mat şirki bolmagan aşı zatının berginidir. O zat bizge keç gündüzlerimizde seferlerimizge çıkanlarımızda ve her qandaq ahvallarımızda ihtiyaclıq bolğan həmmə nərsini yaratıp bergendir. Allah Teala bu vaxtı mındaq deydi. Allah sizlərə sorğan nərsənglərinin həmməsini berdi. Sizlər Allah'ın ni'metini sanab tügitelmeysizlər. Kafir adam şək şübhəsiz ki zulüm qılğıcıdır. Allah'ın nimetlerine küfürlük qılğıcıdır. Bu doğruluq ayetler nəhayət köpdür. İmam Ahmed Ebu Hureyre radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Allah Teala'nın on qoli liqmuliq to'lgan bo'lib, kech kunduz sarf qilish uni kemaytib o'tolmaydi. Osmon va zaminni yaratgandan buyon sarf qilgan narsaning miqdorini o'ylanglarki, u on qo'lidagi ne'matlarni kemaytib o'tolmagan. Allah Teala'nın erşi suvning ustidadir. Yana bir qo'lida o'lchig'ichi bor bo'lib, uning bilan ko'tirdi va tushirdi. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq deydi. Allah Teala mundaq deydi. Sarf qilgan, men sana sarf qilaman. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Qur'on Yahudilarni texmi bak tang'uchi va haddidan oshqichi qildiganligi to'g'risida. Rabbing tarafidan sana nozil qilingan Qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrini oshirdi. Ya'ni ularning sana dushmanligini va Qur'onni inkor qilishini ziyoda qildi. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala sana ata qilgan Qur'ondan iborat ne'mat Yahudi va ularga o'xshagan düşmanlaringa nisbatan bir azobdir. Onun bilan mu'minlar qanchiki bak ishinidigan, bak amal qiladigan, bak foydalanadigan bo'lsa, buning aksicha sana va ummatingga hasad qiladigan kofirlarmi shunchalik bak haddidan oshidi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. O iman keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan ig'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari ig'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Yani ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ayni shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Yani ular haqni qabul qilmaslikda imonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Biz mu'minlarga, yani ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kafirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Yani ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. Allah Teala biz ularning orasiga qiyomatgacha davomlashadigan o'chmanlik va dushmanlikni soldik degan oyatning ma'nosi, ularning dillari hargizmi birlashmasdan, balki ular orasidagi o'zaro adovat davomli mavjud bo'lib turdi. Chunki ular haq ustida ittifoqlashmaydi. Ular sangamu tenib qarshilik qildi. Ular qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Allah uni o'chirdi. Ya'ni qachonki ular sana suiqasd qilib plan tuzsalar, Allah Teala uni bekor qilib o'tib, ularning suiqasdini o'ziga yondirdi. O'sollikning natijasini o'zlariga ko'rsatdi. Ular yer yuzida islomga suiqasd qilish va musulmonlar orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yurdi. Allah buzg'unchilik qilguvchilarni yoqtirmaydi.
ya'ni zaminda buzg'unchilik qilishga harakat qilish ularning tabiatiga singib ketgandir. Alloh taolo bundaq tabiatli kishilarni yaxshi ko'rmaydi. Ahli kitoblar o'z kitoblariga amal qilganida dunyo va oxiratning savobiga erishadiganligi to'g'risida. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohga va uning payg'ambarlariga haqiqiy iymon etsa va Alloh cheklagan ishlardan har parhez qilsa edi, ya'ni navoda ular Alloh taologa va uning payg'ambariga ishongan va qilayotgan yomon qilmishlardan yongan bo'lsa, ular azobdan qutulib maqsadiga erishgan va jannat kirgan bo'ladi. Agar ular Tavratga, Injilga ve Rabbi tarafidan ularga nazil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas va boshqalar oyatda deyilgan boshqa kitob degan so'zdan Qur'on ko'z tutildi deydi. Ular cho'qim ustunlaridan va oyoqlari ostidan yer edi. Ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi. Ya'ni navoda ular o'z payg'ambarlariga nazil qilingan kitoblarni o'zgartmasdan, almashtirmasdan va burmalamasdan amal qilgan bo'lsa, shu kitoblar ularni cho'qim Alloh taolaning Muhammad alayhisalom orqali avatgan haq diniga elib borgan bo'ladi. Chunki ularning kitoblari ularni ashu payg'ambarga ishonishga, uningga agishishga buyurgandir. Ular cho'qim ustunlaridan va oyoqlari ostidan yer idi, ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi degan oyati ularga osmondan tushirib beriladigan va zamindan chiqariladigan rizqning ko'pligini ko'rsatdi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: payg'ambarlarini inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qiladi. Ulardan bir jamoat, ya'ni Muhammad alayhisalom iymon etganlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qilguvchilar? Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Musa'nın qavmining, ya'ni Bani İsrailning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Ulardan iymon etganlarning ajrini hassilab berdik. Bu oyatlarda ularning eng yuqori darajalarini o'rta hol deb ko'rsatdi. U daraja Muhammad alayhisalom ummatining darajalarining o'ttiri darajasiga barobardir. Uning ustida yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilarning darajasi bordir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qilguvchidir. Ya'ni Qur'onni tilovat qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'ttir holdir, ya'ni ko'p chaqlarda Qur'onga amal qilib, qisman chaqlarda amal qilmaydi. Va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uchidir. Ana shu katta marhamatdir. Ular hamisha turadigan jannatlarga kirdi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni, marvoyitlarni taqaydi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Alhamdulillah, Alloh shukr bo'lsin. Yuqorida Sura Maida tafsiridan 66-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.